qaysi bir inson bir mayitni ho er bo'lsin, ho ayol bo'lsin, o'sha lahatga qo'yayotgan paytida, tushundingizmi? Qo'yayotgan paytida Bismillahi va ala millati rasulillah. Parvardigor, sani isming bilan qo'yapman. Payg'ambar Rasulullohning dini islomga ko'ra qo'yapman, o'zingga topshiryapmiz deb qo'ysa debdilar. Xudoy taborak va taolo ana shu qabrdan 40 yil qabr azobini ko'tarib tashlaydi dedilar. Bir ovoz duosiga. Nimaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam dini Allohning ismi bilan qo'yyapti. Ko'ryapsizmi? Endi bizdagi odat nima bo'ldi? Bizdagi odat shu bo'ldiki, katta aka qo'ysin, katta aka qo'ysin. Hali katta aka mayli qo'yaversin, rahmat. Tushundingizmi? Akamiz ota qatori. Endi haligi odam ba'zi paytda hali odam bilmaydigan bo'lsa, tushundingizmi? Ana endi hali bilgan o'rtanchisi qo'ysa ham bo'laveradi. Haligi so'zni aytish kerak, duoda aytish kerak. Haligi odam kirsa-yu, tushundingizmi? Kirib chiqyapti, rozimisiz va durrani yechib hammani ichida bunaqa bilan bo'lmaydi. Bu unaqangi joy emas. Faxrlanadigan katta aka qo'yib faxrlanadigan joy emas. Lekin haligi hech bo'lmasa eng oxirgi bir hali yaxshiligi shuki, bu odamga yaxshi qiladi. Shunaqangi men qo'yar ekanman, ukamlar menga taklif qilyapti. O'sha qo'yayotganda duosi bor ekan domla. O'sha yerni menga bitta shu kiril harfda bo'lsa ham yozib bering. Mana yozib beray, katta-katta qilib bismillahi va ala millati rasulillah. Shub haligi otalarni qo'yadi, bunda cho'ntagidan oladi haligi xatni. Bunda qilib bismillahi va ala millati rasulillah o'shanga o'taveradi. O'shani o'qib bersa ham bo'laveradi. Hech bo'lmasa cho'ntagimizga yozib tushaylik, qabrda o'sha kalimatlarni o'qib qo'yaylik, akamiz najot topib qolsin. 40 yilgacha yana duo qilamiz, yana inshaalloh Alloh o'sha akamizni mag'firat qiladi. Faqat o'shanda tashab chiqmaylik. Endi yana batta aytganmiz, eng yaxshi siz bilan bizni shu o'tayotgan opalarimizga, o'tayotgan ota-onalarimizga, bu masalan siz bilan biz bu dunyoda qolayotganlarda eng katta yaxshiliklarimizdan bittasi talqin hisoblanadi. Talqin nima desa, ularda ana o'sha masalan mana tashqarida taborayda o'qidik, dafn qildik. Dafn qilganimizdan keyinoq, tushundingizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, ana shu insonni dafn qilinib bo'lib, odamlar ana shu yerda yurib ketayotganda hali hanuz ko'vishini qadami ana shu mayit eshitib turgan holatida Xudoy taoloning ikkita farishtasi vakillar kiradi. Ular so'raydi: "Man robbuka?" Sani Robbing kim? "Va mo dinuka?" Sani dining qaysi? "Va man nabiyuka?" Sani payg'ambaring kim deydi. O'shaning uchun ana shu paytda siz bilan biz ketib yormasdan, mayli masalan mana ko'pchiligimiz dafn qilib bo'lganlarimiz o'sha taborak o'qiladigan joyga borib turaveraylik. Masalan mana bilganimiz ana shuni masalan qo'limizga yozib olib, o'shani ham masalan o'zimiz bilmasak, yo bitta biladigan odamga iltimos qilib, masalan eng najotiga sabab bo'ladigan joyimiz. Bizni boqqaniga ming marta rozi bo'lib ketadigan joy. Ular nihoyatda farishta u kichkina narsa emas, osmon bilan yerda o'rtasi to'lib qoladigan zotlar. Haybat o'shanchalik ularda. Tushundingizmi? Yonib kiradi. Ikkala ko'zi yonib, tushundingizmi? Agar o'sha inson gunohkor bo'ladigan bo'lsa, gunohkor bo'lsa ham bizni akamiz o'sha. Gunohkor bo'lsa ham dadamiz o'sha. Hammamiz ham bitta gunohkor odammiz. O'shaning uchun o'shalar najot topib olishi uchun qabrda ana qibla tomoniga o'tib, o'sha qiblaga orqamizni qilib o'tirib, dada, buva, hozir farishtalar kiradi. Sizni oldingizga kirib, Robbing kim deydi? Robbim Alloh deb javob bering. Diningiz qaysi deydi? Dinim islom deb javob bering. Payg'ambaringiz kim desa, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb javob bersinlar deb eslatib qo'yishlik siz bilan bizni bolalik burchimiz. Mana shu esimizdan chiqmasin. Chunki o'shalarning najot ashi savoldan o'tdi, bo'ldi, endi ular najot topadi inshaalloh. Ana, inshaalloh najot topadi. O'shaning uchun shashilib baqa kelib olmasdan, ana masalan o'sha, ya'ni eslatadigan, talqinda aytib beradigan bo'lsak, hatto Mavsuatul Yusufiya degan kitobda keltirdilarki, qaysi insonga ushbu talqinni eslatib qo'yilsa debdilar. Ana shu munkar nakirdimda qo'lidan ushar ekan. Nakirdirkan, yurdirkan. Buni dedim, o mayitni so'ragan ekan, buni eslatib beradiganlar bor ekan. Yur ketdik, bizga batda nima yo'q ekan, tortib olib chiqib ketadi dedilar. So'ra savolam qilmaydi dedilar haligini. Ko'rdingizmi? Shunchalik marhamatlar bor ekan. O'shaning uchun ana siz bilan biz bularni
yordam qimlarini olib mana shunday kichkina bolalar mana shunday voyaga yetdi. Ana endi hech bo'lmasa o'sha yerda bir 5 minut 10 minut vaqtimizni o'tkazib tilovatlardan qilib qaytarib yana o'sha masalan talqinlarni qilib qo'ysak, inshaalloh Alloh ularga ham najot beradi, ularni ruhoniyatdan bizdan xursand shod qiladi. Bir duo qilaylik. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Parvardigor olam duolarimizni o'zing mustajab qilgin. Duolarimiz barakotidan Parvardigor avvalin oxirin o'tganlarimiz Parvardigor o'zing rahmatingga olgin. Mana o'tganlar to'g'risida gapirdik, Parvardigor hammalarini xatolarini o'zing kechirgin. Duolarimiz barakotidan mag'firat topgan, o'zing rizoligingni topganlar qabrlarini nur bo'lgan Parvardigor mu'minlarni qatoriga qo'shgin. O'zlarimiz ham o'tarimizda nuri iymon bilan aytib deb kalima shahodatlar tillarimizga o'zing joriy qilgin. Parvardigor har birlarimizdan Parvardigor bugunlik kechamiz xayriyatli bo'lib, bundan bag'ayan Parvardigor o'zing rizoligingga muvaffaq bo'lsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatka ya